Assalomu alaykum fasadning plitka obunachilar. Mana 2025-yilda trend bo'layotgan fasadning plitkalarimiz navbatdagi partiyasi Oltiariq tumaniga chiqib ketyapti. Katta ob'yomda 1600 kvadrat seriy ranglarda. Hozir mana 5 tonnalik Isuzuga yuklanyapti. Xo'sh, navbatdagi Isuzumiz o'chirtin kutib turibdi. Bundan keyin narigi Isuzuga yuklanadi. Kimga qanaqa ranglarda kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Istalgan ob'yomda yetkazib beraveramiz. 100 kvadratdan oshiq olganlarga O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bepul. Mana bunday yangi 3D fasonda ham ishlarimiz bor. Sokollarimizga mana bunday mokriy svetlarimiz ham bor. Shokolad svetlarimiz ham bor. Mana bunday mramorniy svetlarimiz ham bor mana. Bu laklangan holati, laklanganda xuddi shunday mana tiniq holatda bo'ladi. Katta ob'yomda bu mramorniy svetlar juda chiroyli ko'rinadi.